O'chir ovozingni, ko'p gapirma. Bo'ldi, jonimga tegdi. Ketaman. Menga qara qizim, hadib likillab meni boshimga kelib olavermagin. O'sha ering bilan tinib tinchib o'tirgin. Ha? Ketmadingmi sen? Ha? Xotiram, men ketaman. Bolalar maktabdan kelsin, bolalarni ham olib ketaman. Dada! Keldinglarmi? Endi dada yo'q, ketasizlar. Voy, och qoriga ketib bo'lar ekanmi? Oldin joy olib olaylik, keyin ketamiz, bolalar. Yuringlar bolalarim. Voy, yaxshi. Voy, sekinroq qizim. Hali ham shu yerdamisan? O'zi shuni kutib turgan ekansiz-da. Birato'ra narsalar bilan ketaman. Hozir Murzoga chaqirib oling. Chaqir. Voy, shotim o'chib qopti. Shotingga pul tashladim mana. Chaqir. Voy, chaqiraman a? Qanaqa chaqirardi? Aha, xo'p. Men o'zim chaqirdim, bo'laqa. Kamas chaqiruvdinglarmi? Ha, hozir. Buncha tez. Bu ham skoriga o'xshaydi. Kerak paytda kelmaydi, kerak paytda tez keladi. Kamas kutib qoldi, bo'laqa. Voy, shuncha narsani bitta o'zim ko'tara olmayman. Men yordam beraman. Qo'lingizni tekizmang. Ukam keladi, o'zi yordam beradi. Yaxshi ish bo'lmabdi-da, pochcha. Opa, bo'ling. To'xtab tur, nima shoshilasan? Voy, mazam bo'lmayapti. Siz soppa-soqsiz-ku. Odamni sizdan kulyapsizlar, menga kasallik ko'rsatinglar. Bolalarim, ketdi. Bu yelkamizni chuqur ko'rsin. Opa, qo'ysangiz-chi. Mayli, pochcha gaplashamiz. Xo'p. Ha, qo'shni erimni bir qo'rqitib qo'y dedim. Hozir meni o'ylab o'tirgan bo'lsa kerak, battar bo'lsa qadrim yetadi. Yalinib kelsalar ham kechirmayman. Voy, Ketaman der ketsa ketar, ketsa ketar, ketsa ketar. Xotin. dadasi, yosh keldingizmi? Ovqat suzingmi? Yo'q, qornim to'q. To'ydirib yubordilarmi? Kim to'ydiraveradi? Jinnimisan sen? Qornim ochqib ketdi. Ovqating tayyormi? Bugun ovqat qilmabdilarmi? Muncha zerikarlisiz. Siz bilan bunda bir odam aylanganday bo'lmaydi. Bunda bir gapirib keting, zerikib ketdim, atasi. Ishon shunaqa yomon bo'ldi. Baqir-chaqir birov eshitmaydi, to'polon, urush, janjal. Muncha ko'p gapirasiz. Boshim og'rib ketdi. Turing. Nima ko'p yotaverasiz? Uydingizmi, kirdingizmi, hammasiga bitta o'zim cho'chib ketdim. Bunda bir yordam bering. Xo'p. Voy, nima qilyapsiz? Uy ishlariga yordam beryapman. Sharmanda qilmang, qochining, ayollarning ishi aralashmang. Boring, o'zim yo'man. Turing. To'r devor ichida zerikib ketdim. Erga tegib nima ko'rdim? Na o'qidim, na ishladim. Siz meni o'qitmoqchi edingiz, ishlatmoqchi edingiz. Nimaga erga tegdim? Onasi bo'ldi. Seni o'qishingni hal qilib keldim. Xohlasang bemalol ishlasang ham bo'ladi. Nima? Ham o'qiyman, ham ishlayman, siz uyda o'tirasiz. Bir kam men siz ham o'qishim qoladi. Voy, Alfons.